shakarga harakat qilamiz. Mana shu idishimizni harakat qilamiz. Shakar olamiz shu idishga. Hozir. Xo'p. 35 gram shavil kislotasiga 200 gram shakar qo'shamiz va 30-40 gradusda isigan suvimizga aralashtirib olamiz. Xo'p. Bu yerda 700 gram shakarimiz bor ekan. Bundan biz 400 gram olamiz. Chunki biz 1 litr suvga qilmayapmiz, 2 litr suvga qilyapmiz. Shunga 35 dan 70 gram